Yılan bilen çümöle. Bir yılan yolda ketip barsa, kışlık ozug'ini to'shiyotgan chumöller uchrab qapti. Yılan takabbürlik bilen "Hey pindek çöprendiler, Hoca akаңның kelgenligini körüşmüdüңmü? Nimuşqa yol boşitip berişmeysen?" depdi. "Körüşünü gördük, yol kengri, aynıp ötermekin dep oylapdık" depdi chumöller. Yılan qattiq g'azablanib şalını chechipdi. "Sizlerden korkup aynıp ötümenmi? Mening odam va hayvonlarning har qandig'ini birla chiqib ujuqtirdiganligimni bilishmamsan. Har qaysiga jon kerak bo'lsa, chaqqan yo'l bo'shitish." Bu yo'lsizlikqa g'azablangan chumöller yılanning so'ziga pisand qilmay o'z ishini davom qilibdi. O'z nazaridan raziga ko'ringan chumöllarning ko'zga ilinmayotganligini ilonga qattiq alam qilibdi-da, bir chumölni tishlab uning jiniga zamin bo'pti. Bunu ko'rgan chumöller o'lgan saplishining qisosini olish uchun tushma-tushdan yilonga yepishib chaqishga boshlabdi. Yilon chidayolmay o'zini har tarafga tashlab boqibdi, biroq qutulolmabdi. Angacha chumöller uning ikki ko'zini o'yib, migisini tishishga boshlabdi. Yilon jon achchig'ida "Vaydat" deb varqirab